Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalgan qozoqlarning qo'yib berilishi uchun faoliyat ilib borgan faoliyatchi Serjan Belashev o'g'lining ayoli Qozog'istonning Olmaota shahrida dunyoga xitob qilib, Serjanning hayotining xatar ichida ekanligini aytdi va o'tina erimni qo'g'dab qilinglar dedi. Serjanning ayoli Layla Odiljon Zimiston torining ziyoratini qabul qilganda, Serjanning maxfiy holda Xitoyga surgun qilinganligi va u yerda g'oyib bo'lganligini aytdi va xalqaro jamiyatni yo'ldashini qutqizishga chaqirdi. İşğaliyetçi Xitoyning Qozog'istonga besim tushirishi bilan qo'lga ilingan va nazarband ostida yashayotgan Atyor tashkilotining boshlig'i Serjan Belashev o'g'lining ayoli Layla Odiljon, Serjanning advokati Umarovaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga yordam chaqirig'i qilganligini aytdi. Xitoy armiyasi Hong Kong chegarasida harbiy mavjudligini kuchaytirdi. Harbiy quvvatlar haqidagi qarashlar kuchaydi. Namoyishlarning tunji kundan boshlab harbiy daxli ehtimolligi o'ttirg'i chiqqan edi. Egilishicha, Xitoy Hong Kongga qo'shni bo'lgan Shinjinda harbiy mavjudligini kuchaytgan. Xabarlarda aytilishicha, minglagan kishidan tashkil topgan qismlar Shinjindagi bir tantarbiya maydonining ichki-sirtiga o'rinlashtirilgan. Qismda nurg'unlagan Bronevik va harbiy transport avtomobilining borligi ilgari surildi. Bu haqda qarashlarni bayon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash mundaq dedi. Xitoy doiralari Hong Kongni ikkinchi bir Sharq Turkistonga aylantirmoqchi. Xitoy doiralari yaqindan buyon faoliyatchilar uchun terrorchilar atalg'usini ishlatdi va to'mirmush bilan harakatga o'tadiganligini ishorat qildi. Xitoy hukumatı bu bayonotlar orqali yaqinda Hong Kongda bir qatlam ilib boradiganligini bildirgan edi. Xalqaro jamiyatni Xitoyning bu vahshiyliklariga qarshi inkos qaytarishga chaqiraman. Pokiston va Hindiston orasidagi Jammu Kashmir kontrol chizig'ida yuz bergan to'qinishda 5 nafar hindistonlik askar, 3 nafar pokistonlik askar va 2 nafar fuqaro hayotidan ayrildi. Pakistan taratqullarining xabar qilishicha, Pakistan armiyasi e'lon qilgan bayonotda Kashmir chegara liniyasidagi Lipa bozorida Hindiston tarafidan ichilgan o'qqa Pakistonning qarshilik berganligi, to'qinishda 5 nafar Hindiston askari va 3 nafar Pakiston askarining o'lganligi bildirildi. Chegaradagi Ponch yezisida Hindiston tarafidan etilgan havo o'qida 2 fuqaroning hayotidan ayrilganligi bildirildi. İran neft paraxotining bugun qo'yib berildiganligi haqidagi gazet xabari Jabal Tarix doiralari tarafidan dalillandi. Amerika Mudofaa ministrligi Jabal Tarix doiralari Suriyaga neft to'shigan degan bahona bilan tutib turilayotgan Jiraki bir nomli İran neft paraxotini musodir qilish uchun sudga iltimos qildi. Taftish Antoni Dudli paraxotning bugun qo'yib berildiganligini, lekin Amerikaning iltimosiga qarab chiqish uchun buning kechiktirilganligini aytdi. Hindiston Jammu Kashmirning avtonomiya huquqini inkor qilgandan keyin Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashini bu haqda yig'in o'tkazishga chaqirdi. Diplomatiya manbalarining bildirishicha, yig'inning juma kuni yepiq holatda o'tkazishi mo'ljallanmoqda. Pokistonmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining bu majlisni muzokara qilishni talab qilib 3 dona maktub yozgan edi.